بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز جماعة المسلمين barchalarimizni ushbu orziqib intizorlik bilan kutayotgan muborak ayyomlarga salomat ofiyatda yetib kelayotganligimizni Alloh muborak aylasin. Yaxshiliklar, savoblar ko'paytirib beriladigan ushbu oyda barcha ibodatlarni, solih amallarni Payg'ambarimiz alayhissalom sunnatlariga muvofiq ado etishimizni muyassar etishini Allohdan so'rab iltijolar qilamiz. Alloh taolo Ramazon ro'zasini Qur'oni Karimning Baqara surasidagi quyidagi oyat bilan farz qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingi ummatlarga farz qilingani kabi sizlarga ham ro'za tutish farz qilindi. Shoyatki ro'za sabab taqvoli bo'lsangiz. Baqara surasi 183-oyat. Ro'zadorlarga beriladigan ajr mukofotlar naqadar ulug' bo'lishi haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar: Inna fil jannati baban yuqalu lahur rayyanu yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum minhu فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواه البخاري. Jannatning bir eshigi bo'lib, u Rayyon deb ataladi. Qiyomat kuni undan faqat ro'zadorlar kiradilar. Ulardan boshqa biror odam kirmaydi. Shunda ro'zadorlar qani deb nido qilinadi. Ro'zadorlar turadilar. Ularning oxirgisi kirib bo'lgach eshik berkitiladi. So'ng u eshikdan boshqa hech kim kirmaydi. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Nasoiy rivoyati. Demak, ro'za sababli Robbimiz jannatda ro'zadorlar kirishligi uchun alohida eshik qilgan. Eshik oldida ro'zadorlar kelsin deb nido qilib turiladi. Dunyoda Allohning ro'zasini farzligini his qilib, savob umidida ado etgan ro'zadorlarni har biri o'sha eshikdan birma-bir kiradilar. Oxirgilari kirib bo'lgandan so'ng Rayyon ismli eshik berkitiladi va hech kim boshqa u eshikdan kiritilmaydi. Bu ham Ramazon ro'zasining fazli naqadar ulkan ekanligini ko'rsatadi. Ro'zador kishining sifatlari qanday bo'lishi haqida Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar: As-siyamu junnatun fala yarfuth va la yajhal va in imru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sa'imun marratayn والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها رواه البخاري. روزا دوزخ o'tidan asrovchi qalqondir. Ro'za tutgan kishi yomon so'zlarni so'zlamasin, qo'pollik qilmasin. Agar biror kishi uni urishsa yoki haqorat qilsa, 2 marotaba men ro'zadorman desin. Allohga qasamki, ro'zador og'zining hidi Alloh nazdida mushki ambarning hididan ham xushbo'yroqdir. Chunki Alloh taolo ro'zador mening uchun yemaydi, ichmaydi va shahvatini tark qiladi. Ro'za xolis menga ibodatdir. O'zim uning mukofotini beraman.
vaholanki har bir yaxshilikka 10 barobar yaxshilik bordir. Imom Buxoriy rivoyati. Hozirgi hadisi muborakda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam siz u bizlarga ro'zador odamni sifati, xulqi qandoq bo'lishligini xabarini berdilar. Birinchi navbatda ro'zador yaxshi so'zlarni gapirsin, yomon so'zlarni so'zlamasin, qo'pollik qilmasin. Robbimiz ro'zador mani roziligimni topaman deb, farzimni bajaraman deb yemoq ichmoqni, shahvatini tashladi. U ro'za men uchun xolis ibodatdir. Uning ajrini, mukofotini o'zim beraman degan. Bu degani ro'zadorni ajri, mukofoti bu dunyoga sig'adigan holatda emas. Juda ulkan savob. Shuning uchun Robbimiz buni ajrini, mukofotini o'zim beraman degani cheksiz ajr, mukofot bilan siylashligidir. Aytilgan masalalardan Robbimiz hammamizga yaxshi manfaatlar bersin.